xonali kvartirada tiqilib yashagandan ko'ra, shuni puliga, ya'ni 57 ming dollarga mana shunaqa uchastka olsanglar bo'lmaydimi? Nazarbiy atrofidan uchastka qidirganlar uchun mana shunaqa budjetli variantlarni ko'rsatmoqchiman. Bu ko'rib turganimiz 2 sotuvlisi edi. Buni narxi 63 ming dollar. Xohlasanglar 1.6 sotixlisi bor. Uni narxi 57 ming dollardan boshlanadi. Ya'ni manzilimiz Nazarbek Mevozor mahallasiga kelganmiz. Suv, svet, gaz hamma narsa bor. 2 sotuvlisini ko'rsataman. Uchastkalarimiz 70% bitgan holatda, elektrika, santexnika, oq suvolagacha qo'yilgan. Hovlisini ko'rishimiz mumkin. Ikkita mashina sig'adigan joy, zeleniy zonalari ham katta joy tashlangan. Binoni tagida bitta podvalda ham ko'rishimiz mumkin. Asosiy binoga kirib keladigan bo'lsak, mana shunaqa uzun koridor bilan boshlanadi. O'ng qo'lda birinchi xonamiz, kuxnyani ko'rishimiz mumkin. Patologlargacha qo'yilgan, oyna romlar qo'yilgan. Chap qo'ldagi xonamiz zal, mehmonxona joylashgan. O'rtada bitta umumiy sanuzul va dal yuradigan bo'lsak, bitta katta yotoqxonasi alohida sanuzul bilan birga, o'rtada bitta bolalar yotoqxonasi joylashgan va oxiri yana bitta katta yotoqxonasi, orqa hovlisi ham bor. Menimcha qolgan joyini 10 ming 15 ming dollar bilan chiroyli qilib bitirib olsa bo'ladi. O'shanda sizlarga kvartiraning narxida juda ham chiroyli uchastkaga aylanadi. Pastda mana shu joygalar nomerini qoldiramiz. Narxlarni eslataman. 2 sotuvlisi 63 ming dollar, biri 6 sotixlisi 57 ming dollardan. Hali kelishiladigan joyi bor. O'zingizlar bemalol savdolashib olsanglar bo'ladi.